tishimni davolatdim, bo'lmadi. Doktorga borib, tishimni ol desam, doktor aytdi, butun ekan tishingiz dedi. Va olib tashladi dedim, qanday butun bo'ladi? Og'riyapti. Sug'urdi, shu 2 qadam chiqdim, yana ana shu og'ridi. Kecha operatsiya qildik. Mana bugun uyga javob beryapmiz. Rahmat sizlarga doktor. Yaxshi qoling. Ishinglarga omad, sog'lik. Sizning familiyangiz nima? Qobulov Baxtiyor. O'zimiz Andijondansiz, Xonobod shahridan. Necha yildan beri og'riyotgandingiz shu kasallik bilan? 3 yildan. 3 yil bo'ldi boshlanganiga. Qanday boshlangan kasallik sizda? Men birinchi tishim og'riyotganga o'xshab bir qilib yo'qolib qolardi. Keyin tishimni davolatdim, bo'lmadi. Doktorga borib, tishimni ol desam, doktor aytdi, butun ekan tishingiz dedi. Stomatologingiz. Va olib tashladi dedim, qanday butun bo'ladi? Og'riyapti. Sug'urdi, shu 2 qadam chiqdim, yana ana shu og'riqda. Demak, tishdan masala ekan deb nevrolog deganda men просто o'tkazib yubordim-da, tishda nima ahamiyati bor nevrolog. Nevrologga keldik, tablet yozib berdi. Karbamazepin. Karbamazepin yozib berdi. 3 yil ichdim-da shuni 2 mahal, 3 mahal. Siz yozda yaxshi yurarmidingiz? Yo'q, yozda ham o'nday og'riydi. Yozin, qishin, issiq sovuqning farqi yo'q. Yo'q, farqi yo'q. Hali o'ta sovuq kunlarida ko'proq ko'chada yursam, oyog'imni sovqatib, hamyog'im sovqatib yursam, yo'qolib qoladi. Keyin o'sha sal issiqqa kirib, endi kunlar ilib, endi shabada yursa yana boshlardi-da. Shunaqa bo'lib qoldi. Oxirida shu dorilar ham yetarli yordam bermay qoldi. Ha, yo'q, o'sha bu dorilar faqat uyqu uxlatar ekan. Baribir qandaydir nojo'ya shu oshqozonimga ham ta'sir qiladigan ham bo'lib qoldi. Necha o'rganingizga. Siz shu sizga o'xshagan bemorlarga nimani tavsiya qilasiz? Mana siz 3 yil og'ridingiz, ko'p yerlarda davolandingiz-ku. Endi dardni bergan. Siz topa olmay qolgansizda, siz haligi aptekada shu dorini boshlaganimizda aptekar opa aytuvdi. Shu yerda bitta opa operatsiya qildiribdi, kelmay qo'ydi, karbamazepin olgani kelmay qo'ydi. Bo'lmasam betlarni, yuzlarni keyin biz istab topolmay qoldik opani. Yine aptekachidan topib bera olmadi. O'sha u opani topish kerak-ku. Opani nomeri bor edi deb topib bera olmadi. Opa o'sha kelmay qo'ygan aptekaga. Yo'qotib qo'ydingmi? Keyin yana mana shu YouTubedan ko'rib oldim biz. Onlayn o'zi yo'lga soldi. Kecha operatsiya qildik. Mana bugun uyga javob beryapmiz. Operatsiya bo'lgan joyingizga nima qilib, mana operatsiya bo'lgan joyingizni birov topa olmaydi ham xudo xolisa. Mana kecha keldingiz, bugun ketyapsiz. Yaxshi bo'lib qolgan ekan, yaxshi kunda ko'rishaylik. Qanaqadir savol bo'lsa, menga telefon qilaverasiz, nomerim bor sizda. Xo'pmi? Gap yo'q, sizlarga rahmat. Ko'nglingiz to'q qiling. Sizlarga omad. Marojniy yesangiz bo'ladi. Sovuq suv ichsangiz bo'ladi. Tish qo'ydirsangiz ham bo'ladi. Farqingiz yo'q. Qalampir yeysizmi, kola ichasizmi, muzli suv, ayron ichasizmi, konditsionerda o'tirsangiz bo'ladi. Voy, konditsioner ayniqsa. Konditsionerda o'tirsangiz bo'ladi. Cho'milsangiz bo'ladi ertagadan. Voy. Hamma yo'q mumkin. Cho'milsangiz ham bo'laveradi. Gap yo'q, rahmat sizlarga doktor. Yaxshi bo'lib qoling. Ishinglarga omad, sog'lik.